Hürmetli vatandaş, bugünkü ilişkimizi başlayımız, ilişkiye sözü Washington'da sözlerimiz, bugün Çiğsağış Kemanı 25. yılı, 8. ayının 2. günü hafta Şembe vatandaş. Bugün hazırla yetip gelgen bir haber gelmesinden İstiklal TV'den yoki İstiklal Uyghur televiziyasidan yetip kelgan bir haberga asoslanganda hozir odam atkazchiligi, kichik bolalar va bovoqlar atkazchiligi, tug'utliq ayollardan bolalarni aldab degandek elib elish yoki saqsotoqdan kelishim bilan elib elish va yoki qanchalik pul bilan va'da berib elib elish. Onun uchun Qozog'istonning bu ayollarni Xitoyga olib borib o'ynatish, sayohat qildirish, u aldamchilikning ustiga bularni Xitoyning ichki qismiga emas, Kamboja degan davlatga olib borib aldamchilik qilish, ularning qo'lidagi bolalarni, ya'ni tug'utliq ayollarning tug'utdan keyingi bolalarni bolavoqchi Xitoylar o'tkazib elish, mushu qatorliq hikoyani, ya'ni vahshiylashgan Xitoyning endi qo'lini O'rta Osiyoga bo'libmi Qozog'istonga uzatganligidan hozir xabar topdim vatandosh. Bu hozir 10 yillardan yiroq aytgan 70 yildan beri Uyg'urlarning beshida ketmagan kulfat va qorong'u zulmat edi. Bugun endi buning Qozog'istonga chiqqanligi o'tirdi. Uyg'uriston bilan Qozog'istonning o'rtasidagi farq, masalan, Qozog'istonning mustaqil davlat ekanligi, Uyg'urning mustamlik ekanligi ilojisiz, noiloj ahvol ostida, iloji qilolmagan ahvol ostida bo'lib, zulm istamga, bu zo'ravonlikqa, bu diktatorga taqat qilib turolmasa boshqa chora yo'q ekanligini hisob qilsak, hozir Qozog'iston gap qilaman desa qila oladigan, so'z qilaman desa qila oladigan, qaror qilaman desa qila oladigan bir mustaqil davlat mushu kunga qoldimi deb savol qo'ysangiz vatandosh. Demak, Xitoy hozir ichki organizmni, odamning ichki organizmini, jigar böbrek o'pkisini va yuragini setish, elish, elib elish, yoki yaqindan beri biz sizlarga so'zlagandek ko'p ballarda yoki ortiq tug'ilib qolgan bovoqlar, narasidalarning ichki organizmini oldi sotdi qilish to'g'risida Xitoyning maxsus qarorini chiqarganligi va buni ayrim bir tema mavzu qilib chiqqanligini sizlarga so'zlagan edim vatandosh. Bugun endi Qozog'iston ayollarga qo'l solib, ularning bola chaqasini elib, turli yo'llar bilan aldab, setib olib degandek yoki tortib olib degandek, endi bu odam atkazchiligi amaliyotda odamning ichki organizmi atkazchiligi Qozog'istonga kengaydi degan bo'lsa, o'g'in butun O'rta Osiyodagi biz so'zlab kelayotgan 5 jumhuriyatga va undan olqib yana boshqa mamlakatlarga kengayishi, tarqalishi mumkin. Buning yiltizi Xitoyning zo'ravonligi, yiltizi Xitoyning odamiyatsizligi, yiltizi Xitoyning axloqsizligi va axloq degan narsani Xitoyning vujudidan topqilib bo'lmaydiganligini. Endi bu zo'ravonlikni bugun Uyg'uristondan yo'tkab Qozog'istonga elib chiqqanligini bugun Istiqlol TV'dan anladik vatandoshlar. Biz endi Qozog'iston xalqiga uni qil, buni qil deb o'rgatmaymiz. Ham o'rgatish qo'limizdan kelmaydi. Ham bilmaymiz bu doktor tibbiy sohada bu börek kesib olish, jigarni elib olish, yurakni kesib olish deganning operatsiyaning jarayoni nima? Men yaqinda Amerika ovozini elib so'zlagan so'zimda bir jumla qonun sirtidagi odam o'ldirish. Bu qatim Amerika ovozi shunday ishlatdi, qonun sirtida odam o'ldirish. Bu bir yangi hukm, yangi ism bo'ldi vatandosh. Ana shunday ishda, mushu ishni rivojlantirish bilan Xitoy pul tepayotgan Xitoy hozir bugun bu uzun qo'lini Qozog'istonga so'zdi vatandosh. Qozog'istonga so'zdi. Endi bu vaziyatning
Qazaqstanda qandaq davamlaşıdığanlığı ve qandaq terakki kıldığanlığı siz biz eğitip bilemeymiz. Belki Qazaqstan halkı bunu tanıp yetişi, bu işten nimi ekenligini bilişi, bu işten tegi takdirin nimi ekenligini biliş, mümkünlüğü işinmez vatandaş. Bazılar İstiklal TV'den anladım ben bu haberini. Endi sizlerge bir gün sözleydiğimiz mavzu mundaq. Prezident Donald Trump en ahırkı ultimatum topşurdu. Prezident Vladimir Putin mundaq cevap qaytırdı. Mavzulu haber 8. ayının 1. gün Venvit orbiti dilan kılındı haber mundaq başlandı. Rusya Prezidenti Vladimir Putin 8. ayının 1. gün tuncu kıtım Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın kiler haftanın ahırgacha Ukrayna uğraşını ahırlaştırış doğrusudaki ultimatum doğrusudu cevap qaytırgandı mundaq gösterdi. Ukrayna uğraşı tinchlik musabıs taraqqiyatının kichkivatqanlığıdan ümitsizlengen her qandaq adam əməliyyatı bək yuqarı ümit bağlayan adamdır. Əməliyyat uğraşının toxtuşuğu bək yuqarı ümit bağlayan adamdır. New York Vaqt gizdilen BBC xəbər qilib mundaq göstərdi. Prezident Donald Trump yakında en ahırkı ultimatum çıkarıp Rusya eğer 8. ayının 8. günüdün burun uruş ahırlaştırmaydıgan bolsa Rusya'nın ham nefetini setip alıdığan devletler cümleden Congo, Hindistan ve Türkiye katarlık devletler iktisadi embargo siyaseti devletlerge iktisadi embargo siyaseti yürgüzmeyiz dep tahta sal. Prezident Vladimir Putin 8. ayının 1. günü Rusya'nın g'arbida bir çirkovda muxbirning ziyoratini qabul qilganda to'g'ridan to'g'ri javob qaytarmay mundaq ko'rsatdi. Tinchlik suhbatning taraqqiyotining ostiligidan umidsizlangan kishilar bu vazifaning mushkul ekanligini chog'lamagan kishilardir. Prezident Vladimir Putin mundaq ko'rsatdi. Umitsizlik yuqori umidvorlikdan boshlanadi. Biz chunqur so'zlashimiz kerak. O çok sorunda emas. Naiti jimjit suhbat jarayonida so'zlashimiz kerak. Prezident Vladimir Putin Ukrayna bilan bo'lgan suhbatning davomlashadiganligini faraz qildi. Suhbatga to'g'ri pozitsiya tutdi, yana mundaq dedi. Urushni oxirlashtirishning shartlari yana o'zgarmaydi. Kirmel Sariya Ukrayna'nın NATO harbiy ittifaq qatnaşmasını talep qildi. Şartda buruşunda talep qilgan edi, hozir o'zgarmaydi degendi Prezident Vladimir Putin yana shu shartni ta'kidladi. NATO'ga a'zo bo'lib kirmaydi. Ukrayna'nın askeri kuchini chek bilan cheklaydi. O'xshashla Ukrayna'nın territoriyaga yutunib berishini talep qiladi. Ya'ni territoriya o'tinib berish deganda hozir Rossiya tajovuz qilishlar va Ukrayna zeminidan egallagan parcha yerni shuni o'tinib berishini yoki Rossiya tajovuzning natijasi sifatida tajovuz qilingan Ukrayna zeminlarini Rossiyaga berishini talab qildi. Rossiya armiyasi tajovuz qilib kontrol qilgan rayonlarni Rossiyaga o'tkazib berishini talab qildi. Ukrayna bo'lsa Prezident Vladimir Putinning bu talablarini ayblab, Ukraynaning egilik huquqi tajovuz qilganlik qabul qilishga bo'lmaydi deb ko'rsatdi vatandoshlar. Bu yerda mayli Prezident Donald Trump umidlik bo'lsin, umidsiz bo'lsin, Aqsaray kirgandan boshlab jiddiy tutib, haqiqatan jiddiy ishlab Prezident Vladimir Putinga yo'l qo'yib onun mötedil muamele qilib yoki yo'l qo'yib deganda uning gapini anglab degandek yoki mötedil muamele qilib qattiq pozitsiya ishlatmay Prezident Vladimir Putinning ayvashga kelib
Ukrayna urushini darhol to'xtatishni talab qilgan edi vatandosh. Bu oraliqda Ukrayna bilan Rossiyaning urushi texmi shiddiylashdi, ba'zida pastgo'yga tushib qoldi. Biroq har ikki taraf bu urush to'xtatishga Ukrainada cho'ng chora yo'q, cho'ng chataq yo'q. Biroq Rossiya taraf bu urushni to'xtatmay hozir so'rab keldi. Endi hozir Washington yoki Prezident Donald Trumpning pozitsiyasida azroq o'zgarish bo'ldi vatandosh. Avval bergan 50 kunlik muhlat qisqartirilib 10 kun yoki 12 kun. Hozir endi 8-oyning 8-kuni bu urushni oxirlashtirsan debdi vatandosh. Endi uning qarta, masalan, Prezident Donald Trumpning bu so'ziga qarta Prezident Vladimir Putin yuqoridek javob berdi vatandosh. Endi sizlarga so'zlaydiganimiz, masalan, nima desangiz, sizga so'zlaydiganimiz qisqa xabarlar. Qisqa xabarlar. Prezident Donald Trump qattiq kelib edi. Prezident Vladimir Putin taslim bo'ldi. Do'sti Jungoni setib etdi. Shavdin maliyasi 8-oyning 2-kuni yutib. Bu xabar manbalari qayerdan? Endi bizga ushurmaydi. Bu xabar manbalari Shavdin maliyasiga ushurabdi. Shundaq debdi, hozir Prezident Donald Trumpning qattiq pozitsiyasi Prezident Vladimir Putinni cho'chitdi deydi. Endi hozir Jungo tarafga kelsak, masalan, 4-umumiy yig'in huquq taqsim qilish maydoniga aylanadi. Iqtisodning gumron bo'lishi Xi Jinpingni ag'dirib tashlaydigan eng oxirgi bir tal pahol bo'lib qolishi mumkin. Janfonning nazari 8-oyning 2-kuni yutib. Yana bir xabar vatandosh. Prezident Vladimir Putin ansirgan ish oxiri yuz berdi. Jungo Rossiya qaratgan siyosatini tanishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyo Tinch okean siyosatini jiddiy tartibga soldi. Yangi u reallig'a to'g'ri 8-oyning 2-kuni yutib vatandosh. Yana bir xabar. Ishkidani yadro sohasi parxodi o'rinlashtirishga buyruq tushirdi. Prezident Donald Trump Rossiyaga so'z qaytirdi. Allaqachon tayyorlik qilib bo'ldi. Prezident Donald Trump 8-kuni Ukrayna urushini to'xtatishni talab qildi. 8-oyning 8-kuni Ukrayna urushini to'xtatishni talab qildi. Prezident Vladimir Putin asli joyimizga qaytamiz. Ko'pchilik ketmushining oxirini tushunamidim. Joyimiz qaytamiz, qayerga? Masalan, Rossiyaga qaytamdi va yoki hozir tajovuz qilib kirgan zimillardan chekinib boshqa bir nuqtaga yetkilamdi. Bunisi aniq emas. Prezident Vladimir Putin, Prezident Donald Trumpning so'ziga mushunday javob qaytaribdi. Salli xabarlari 8-oyning 2-kuni yutib. Masalan, Bidayxin maxfiy yig'ini ochildi. Yana bir xabar. Hu Jintao, Winjabo Xi Jinpingning huquq topshirishini nazorat qildi. Favqulodda nazorat qilish guruhi yoki alohida harakat qilish guruhi nazorat qildi. Demak, mush oraliqda mayli Bidayxin yig'ini, mayli partiyaning 7-navbatlik oxirgi yig'ini, her ayda çıldıran yığını şunun qaysi birisida Reis Xi Jinping hozir huquq topshirishga başladı. Bunu favqulodda guruhi nazorat qildi deydi. Katta vaziyat to'g'ri 8-oyning 2-kuni yutib. Yana bir xabar. Rossiya siyosiy hokimiyati yemirlash, parchalanish greviga yetib keldi. Jungo partiyasi buningdan eg'ir yemiriladi. Ümit Sadası TV 8-oyning 2-kuni yutib vatandosh. Yana bir xabar. Chexiya Qur'onni Rossiyaga qaratdi. O't kuchi bu haqiqatdir to'g'ri. 8-oyning 2-kuni yutib vatandosh. Yana bir xabar. Ekranda Rossiya urushda mag'lub bo'lsa, Jungoning taqdiriga ta'sir ko'rsatdi. Rossiya Ukrayna urushida mag'lub bo'lsa, Jungoning taqdiriga ta'sir ko'rsatdi. Hozir Jungo aldirab qoldi. Jungoning yuqori darajali hukumat organlari
ülke dercilik hükümet organlarına berip, işki cihette urushqa tayyorlik qilish hujjati tarqatdi. 21 shaharda, ya'ni ko'pchilik Xonghayning jamiyati torbiti. Xonghayning jamiyati torbiti. 8 ayning 12 kuni yo'tab vatandaş. Yani bir xabar. Xo'jintau xatarlik aql ko'rsatdi. Xi Jinping nima qilarini bilmay qoldi. Alayda hareket guruhi qo'rshovni taraytishga boshladi. Jungoning haqiqiy qiyofati torbiti. 8 ayning 2 kuni yo'tab vatandaş. İlave. Junlanxayda o'zgarish bo'layotdi. Bidayxi belki başlanış noktası bulup qolishi mümkün. Bir meydan partiya yig'ini derhal chaqarildi. Biroq yoshirg'on iqlim allaqachon harakatlanishga boshladi. Shimxoshi ideologiyalik tartiblarni tekshirishga boshladi. Uzun muddat jimib ketgan peshqadamlar tilga elindi. Alayda hareket guruhiga aloqador xabarlarda yig'indan eqib chiqishga boshladi. Partiya yashayotgan yig'indan alayda hareket guruhi nima qilyapti? Bu to'g'rida xabarlar eqib chiqishga boshladi. Kuzatuvchilar tushundiki, Jungo Kompartiyasining qaramoqqa tavratkili bo'lmaydigan huquq qurilmasi hozir ma'lum nisbatda o'zgarmoqda. Mutaxassislar ko'rib yetdiki, Kompartiyani yoki kuzatuvchilar ko'rib yetdiki, Jungo Kompartiyasining qaramoqqa tavratkili bo'lmaydigan huquq qurilmasi navbatda hozir yoki ma'lum nisbatda o'zgarishga boshladi. Yoki o'zgarmoqda. Masalan, huquq qurilmasi o'zgardimi yoki o'zgarmadimi degan yerda emas, yoki degan masala emas, balki masala o'zgarishning darajasi qanchalik degan masaladir. Hamda kim bu elishishni tizginlab turibdi yoki kim bu elishishga riyosatchilik qilyapti degan masaladir. Jungo o'zgaryapti. Junlanxay o'zgaryapti, o'zgarmoqda. Bu o'zgarish jarayoniga kim riyosatchilik qilyapti, kim boshliq bo'lib ishlayapti va yoki kim kontrol qilyapti degan masaladir. Men bu taraflar buni mazmunni yakka tahlil qilmaslar, tasavvurlarga tashlayaptilar. Bu hamda Junlanxay to'g'risida xabar. Bugun sizlarga yetkazgan xabarning ichida fojialik deganda, hozir Xitoyning qo'li, masalan, qonun sirtida odam o'ldirish qo'li. Bandining odamlarning, hatto bovoqlarning jigiri, bo'riki, o'pkisi, yuragi hammasi kesib elib ishga organizm sozisi qilish, odam atkashiligi bilan shug'ullanish va buning hisobi dollar tepish va xiyonatchi Xitoylarning qarnini beqish uchun hozir Xitoyning qassoblari O'rta Osiyoga, Qozog'istonga yetkazdi. O'rta Osiyoda hozir Qozog'istonda boshlandi. Endi qozoq xalqi bu ishlarni qanday o'ylaydi? Endi bu qozoq xalqining o'zining yo'li, o'zining o'ylash yoki tafakkur qilish yo'liga bog'liqdir vatandosh.